بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الدرس الرابع عشر. Arab tili darsidagi birinchi qism 14-dars. Dars boshlashdan ilgari bugungi darsimizdagi muhim nuqtalarni bir yig'inchoqlab o'taylik. Bugungi darsimizdagi asosliq maqsadlik nuqtaliq grammatika, kishilik almashlarninki igilik kelish shakli. Ana biz burungi darslarimizda deb ko'ramiz, kishilik almashlar bosh kelish, igilik kelish, tushum kelish qatorliq 3 kelishda keladi. Odatda bosh kelish holatda kishilik almashlarni mundaq tushunsak bo'ldi. 3-shaxsnikini huva, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya'ni hiya degan huva deganimiz erlik, 3-shaxs erlik birlik u. Huma 3-shaxs erlik ikkilik. U ikkisi, hum 3-shaxs erlik ko'plik ular. Ya huma hunna dal erlikninki ayollik shakli birinchi, ikkinchi ko'plik shakllari. Ham ikkinchi shaxs anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bundaki anta erlik birlik, ikkinchi shaxs antuma ayol erlik ikkilik, ikkinchi shaxs antum erlik ko'plik, ikkinchi shaxs. Hamda ayollik shakli anti, antuma, antunna. Ana nahnu birlik. Birinchi shaxsninki erlik ayollik ayrılmaydi, faqat birlik ko'plik deb ayrıladi. Endi musha kelgan vaqtimizda bular hozir men sizlarga huva, huma, hum degani bu ayrim zimri bu inshaalloh keyingi darsda keldi. Ammo mushlar boshqa ish kelganda bayatdan men degandek o'qilgan boshlanishini tushunishlarga, masalan, uningga ni yoki ning deb qo'shilmay tarjima qilindigini. Yuqoridagidek turlangan bilan, ammo nima kelishdi kelgan vaqtda, tushum kelishdi yoki igilik kelishdi kelgan vaqtda o'xshamaydigan turlanadi. Endi farqi tushum kelishdi kelgan vaqtda ni deb tarjima qilamiz ko'pincha hollarda, igilik kelishdi kelgan vaqtda ning deb tarjima qilamiz. Ammo shakli tushum kelishi igilik kelishning shakli o'xshash. Masalan, hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, tu na Mao boshqalish oldi. Endi a bayatın huva huma hum hiya huma hunna degandakining boshqalish holatining pilla bilan bir kelib kelgan holati mundaq keladi. Odatda birlik, ikkiliklari masalan pilning tahtida yushurun keladi. Masalan daraba desak, bu yerda hech qanday zimni yo'q. Faqat darabadagi tigidagi yushurunimiz, darabadagi alif, darabudagi va. Darabatda yushurun, darabatdagi alif, darabnada nun. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna degi ta, tumatum, ti, tumatunna. Mavla boshqalish holatdagi. Andikin darabtu, darabna degi tu, na deganlar boshqalish holatdagi ulinib kelgan zimir bo'ladi, almash. Mushuninki igilikli tushum kelishlari men hozir degandek hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna. I na. Agar igilik kelish bo'lsa, igilik kelish deganimiz oldiga pil kelib qolsa, nima? Tushum kelish deganimiz oldiga pil kelib qolsa yoki zabar qiladigan omillar, masalan, inna, lakinga o'xshash omillar kelib qolsa bu vaqtda tushum kelish bo'ladi. Igilik kelish deganimiz oldiga muzab kelib qolib, ya'ni ning qo'shimchasi qo'shilsa, masalan, kitobuhu, kitobuhuma, kitobuhum degan. Endi bugungi darsimiz dal shu nuqta. Shu zimirlarning shu holatiga bakroq diqqat qilsak bo'ladi. Undan keyin ikkinchisi muhim diqqat qiladiganimiz ega xabarlik jumla. Endi ismliq jumlalardan, ismliq jumla deganimiz ism bilan boshlangan jumla ismliq jumla, bu to'g'risida biz hozir so'zlamaymiz. Ega xabar. Bu nuqta endi bizga bak hozircha aydin emas. Boshqa bizga besim bo'lib qolmaslik uchun buni hozir so'zlamaymiz. Ammo kallamizda har qanday jumla ega xabar bo'ldi deb tushunsak bo'ldi. Masalan, adat bizim bir til egasiga Uyg'ur tilida ma'u mundaq degan jumlada ma'u degan ega, mundaq degan xabar. Masalan, bu kitob. Bu ega kitob xabar. Shu nuqtalarga darsda ancha-muncha diqqat qilib qo'ysak bo'ladi, ha. Undan keyingi qo'shimcha mazmun kun yoki ma'lum bir ko'p sonliq narsadagi ma'lum bir turdan so'moqchi bo'lsak, masalan, bu qaysi kun ay yawm hada, bu qaysi ay shahr hada, qaysi fakultetda o'qiysiz, fi ay kulliyatin tadrus degandek ayni ishlatishni gunohsaq bo'ldi. Ay. Masalan, ayyal kitab, ayyal kutub turid, qaysi kitob lozim. في أي كلية تدرس قيس فاكولتي تقيس أي يوم هذا بو قيس كون أي شهر هذا بو قيس أي دegandek shu nuqtaga diqqat qilsak qolganlari da qiyin tushmaydi. Bo'lsa, men so'zliklarni o'qib bir tarjima qilib beray. El kelimatul jadida, yangi so'zliklar. El hafidu
ابن الابن أو ابن البنت. حفدة. الكلية كليات، كلية الطب، كلية الشريعة، كلية الهندسة، كلية التجارة، الدستور. الأخ، إخوة، إخوان، أهلا وسهلا ومرحبا. اليونان، نصراني، نصارى. الحفيد نرفع. Yani Arap tushuntirishda ibnul ib degani bolaning bolasi yoki ibnul bin qizning bolasi narva. Hafada buning ko'pligi. Al kulliyatu fakultet, kulliyat ko'pligi. Kulliyatut tibb doktorlik fakulteti, ya'ni tibbiy fakultet deymiz-ku. Kulliyat sharia, ya'ni shariat fakulteti, ya'ni qonun fakulteti. Kulliyatul handasa, injenerlik, ya'ni binokorlik fakulteti. Kulliyatut tijara, savdo fakulteti. Ad-dustur, ya'ni bizning uyg'ur tilimizda bor qonun dastur deb, shu qonun. Al-akhu qarindosh, odatda bir tuqqanga ma'noda. Ikhvatun va ikhvanun alishkilasi ko'pligi. Ikhvatun keladi yoki ikhvanun keladi. Agar ikhvanun kelmay akhvanun kelib qolsa bu ikkilik bo'ladi. Axninki ikkiligi akhvan, ammo ikhvanun ko'pligi. Ahlan va sahlan, xush kelibsiz. Marhaban, qarshalimiz. Al-Yunan, Gretsiya yoki Grek degan ma'noda. Nasraniyun, nasara, ya'ni xristian. Nasara uning ko'pligi. So'zliklarni tushunib, yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekstga kelamiz. Tekstni avval o'qib, tarjima qilib, masalaga tahlil qilib beray. Ad-dars ar-rabi' 'ashar, 14-dars. Assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. كيف حالك يا علي عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ ومريض هو الآن في المستشفى، شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة، ومحمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة، ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ وزميلي. من أين هو؟ ومن إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي، اسمه الدكتور إدوارد. أذهبت من المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم، ذهبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجمة قمصاق بلدغدي. كيف حالك يا عمي؟ تغا أحوالنز قندا. من برندك حالك سيزنن أحوالنز. بعدك كاب إشكين شخص أرلك برلك إيجيلك لشهادة سيزنن. أنا بخير والحمد لله. ما يخشي. بعدك أنا برند شخص باشكل شهادة. كيف حالكم؟ سلانن أحوالنز قندا. من أنتم سلاكم؟ حالكم كم أرلك كتلك إيجيلك لشهادة إشكين شخصنا. نحن أبناء الدكتور موسى. biz دكتور موسى'ның balları. أهلا وسهلا ومرحبا. Xoş kelibsizlar, qarşılaman. Abukum sadiqi, dadanglar mening do'stim. Abukumdagi kum yanıla o'xshash ikkinchi shaxs erlik ko'plikninki igilik kelish holati. Ayna ammukum ash-shaykh Isa. Tag'anglar Shayx Isa qayerda? Ammukumdagi kum qaydada birish hajatsiz. Huwa maridun, huwa al-an fil mustashfa. U kasal, u hozir doktorxonada. Shafahulloh, Alloh uningga shifolik bersin. Shafahullohdagi hu uchinchi shaxs erlik birlikning tushum kelishi, uningga pildan kin kelsa tushum kelishi bo'ladi. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum. Sizlar bilanki bu kichik qizchaq kim u? Ya uxtuna, u bizning singlimiz. Uxtunadagi na igilik kelish holatini bizning. Masmuha, uning ismi nima? Ismuhadagi ha, ya'ni uchinchi shaxs ayollik birlik igilik kelish shakli. Ismuha Layla, uning ismi Layla.
ayna baytukumul jadid sizlarning yo'nglar qayerda ayna baytukumdagi kum yanla tushunilish nima ikkinchi shaxs erlik ko'plikning egilik qilish shakli baytun al jadid qaribun min al matar bizning yangi uyimiz aydrumga yaqin baytun na egilik qilish birinchi shaxs erlik ko'plik egilik qilish holati bizning antum fil madrasati sanawiyya sizlar tuluq o'tir maktabdami la nahnu bil jami'a yo'q biz universitetda ana fi kulliyatil handasa man binakarlik fakultetida va mahmud fi kulliyati tibb mahmud bo'lsa tibbiy fakultetda va ibrohim fi kulliyati sharia ibrohim shariat fakultetida qonun fakultetida va yusuf fi kulliyati tijara yusuf tijorat fakultetida من ذلك الفتى الذي في سيارتكم sizlarning mashinanglardagi kishi kimi yigit kimi fata yigit degan ma'noda sayyoratikumdagi kum yanla ikkinchi shaxs erlik ko'plikninki egilik qilishak sizlarning mashinanglarda huwa zamili u mening saboqdishim zamili ya'ni i yanla birinchi shaxs egilik qilishakli erlikdan min ayna huwa u qayerdan huwa min Ingiltara u Angliyadan masmuhu uning ismi nima masmuhu diku üçüncü şahıs erlik birlik egilik qilish shakli ismuhu William uning ismi William a muslimun huwa u musulmon mu la huwa nasraniyun yo'q u xristian abuhu ustazi uning dadasi mening ustozim abuhu diku hu üçüncü şahıs erlik birlik egilik qilish shakli ustozi diki imu birinchi shaxs erlik birlik egilik qilish shakli ismuhu doktor Edward uning ismi doktor Edward أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم سلا بugün tağanlarını yoqlaşdın doktorxanaga bardinglarmi أذهبتم degi tum baş kelish ya'ni ikkinchi shaxs erlik ko'plik baş kelish shakli sila harakatni qilgan odam shu naam zahabna ha barduq ansavoqdoshlar mushu darsga iga xabar nuqtalarga diqqat qilaylik. Masalan, nahnu abna'u doktor Musa. Biz doktor Musaning bolalari. Biz iga abna'u doktor xabar. Huwa maridun. U kasal. U iga maridun nima? Kasal. Hiya ukhtuna. U iga ukhtuna xabar. Ismuha Layla. Uning ismi degani igisi Layla degani xabar. Mushunga o'xshash qolganlarini ozroq tushunsak bo'ladi. Igi xabar jumla ismiya fe'liya to'g'riliq keyingi darslarda tafsiliyroq to'xtalamiz. Tekis, yani dialog tushunishib bo'lgan bo'lsa, men bir qur ko'nikmalarni talablarini tushunib o'tib ketay. Birinchi ko'nikma at-tamrinul avval ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Masalan, man antum ayna baytukum man robbukum. Siz kim? Uyinglar qayerda? Parvardigoringlar kim? Shuningga o'zinglar masal javob berasiz. Masalan, antum nahnu tullab yoki nahnu abna'u Muhammad. Biz Muhammadning o'g'illari degandek javob bersanglar bo'ladi. Ayna baytukum uyinglar qayerda? Baytuna amamal masjid yoki baytuna amamal madrasa. Uying nada bo'lsa shuni akilib baytuna deb boshlab bizning uyimiz deb boshlab javob bersanglar bo'ladi. Ikkinchisi o'qib yezing. Endi masalan bizga 12 jumla beribdi. Mush jumlalarni o'xsharliq jumlalarning tarkibidagi mubtada xabarga diqqat qilinglar. Asosan jumlaning 5-da kelgan mubtada hisoblanadi. Hozircha sizlarga tushunishda jumlaning 5-da kelgan mubtada, undan keyin jumlaning ichidagi maqsadlik gap boshlang'ini mubtada bo'ldi. Masalan, birinchi jumla o'qib baqsak, nahnu muslimun, biz musulmonlar. Ya'ni gap nerdan boshlandi? Bizdan nerdan oxirlashdi? Musulmonlar. Unda olganda nahnu iga mubtada muslimun nimasi xabar. Al-islamu dinuna. Islom bizning dinimizdir. Gap nerdan boshlandi? Islomdan dinuna gapning oxirini chiqadi-ku, bu xabar bo'ladi. Shunday tushunsak bo'ladi hozircha. Qolgan jumlalarni shu bo'yicha o'qib, mubtada xabarga diqqat qilasizlar. Undan keyin almashlarningki qanday shaklda kelganligiga diqqat qilasizlar. Esingizda bo'lsin. Pildan keyin kelgan almash tushum kelishidi. Ismdan keyin kelgan almash, yana ning qo'shilgan almash tushum kelishidi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. 3-mashq. Adif al-asma al-atiya ila ad-damair kama huwa muwaddah fil misal. Misalda izohlanganidek tuandagi ismlarni zimirlarga muzaf qiling dedi. Ya'ni zimirlarni qanday holatga keltiring? Iglik qilish holatiga keltirdi. Masalan, bayt, baytukum, baytuna. Mushu bo'yicha qo'shsak bo'ldi. Masalan, sizlarning uyinglar, bizning uyimiz. Ammukum, ammuna. Madrasa, madrasatukum, madrasatuna.
lugatukum lugatuna degenge o'xshash qolganlarni qo'shsanglar bo'ladi, ha. To'rtinchisi o'qing. Ya'ni ay yawmin hada, ay shahrin hada, ay kulliyatin hada degandek savollarni o'qish orqali eg'izinglarni bu savollarga ko'ndirib olinglar. Masalan, qaysi kun, qaysi oy, qaysi fakultet, fi ay madrasatin ant, siz qaysi maktabda, min ay baladin ant, siz qaysi shahardan degandek savollarga o'zinglarni ko'ndirib olsanglar bo'ladi. Beshinchisi g'ayri munsirif ismlarning tizimligi. Endi oldingi darslarda nurg'un xildagi g'ayri munsirif bilan turishib o'tdik. Qo'shundami? Manda o'z g'ayri munsirif bo'ldi. Endi bugungi darsimizda turishgan g'ayri munsirif chet eldan, chet tillardan kirgan 3 harfdan ortiq bo'lgan so'zlar arab tilida g'ayri munsirif hisoblanadi. Chet tillardan kirdi, 3 harfdan ortiq bo'lgan. Masalan, William, Edward, London, Paris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismoil, Ishoq, Yaqub oxirgacha Fir'avngacha bo'lganlar hammasi asl chet tildan kirgan ismlar. Bu ismlar 3 harfdan ortiq. Mana bu ismlar g'ayri munsirif bo'ladi. Albatta g'ayri munsiriflarning hukmini bilisizlar deyman. Masalan, buni zirq kirmaydi. Zirq o'qildigan o'rinlarda zvar o'qiladi. Undan keyin qo'sh harakat kirmaydi. Undan keyin alif lam kirmaydi. 6-mashq tuvandagi misolni o'qib va undan keyin kelgan jumlalarni shunga o'xshash o'zgartiring. Hawwil al-jumal al-atiya misla hawwil. Masalan, anta zahabta ila al-madrasa deganni antum zahabtum, antini antum o'zgartgandan keyin zahab ta'dagi ta mas qadamda tumga o'zgaraydi. Shunga o'xshash anta kharajta min al-fasl deganni antum kharajtum min al-fasl va qolganlarini shu bo'yicha o'zgartsanglar bo'ladi. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.